Zapisni yoqib qo'ydim. Abdulloh xo'ja. Abdulloh xo'ja. Nima gapirmayapti u? Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Ha, maza yo'qmi ukam? Ya, normalno. Ko'rdingizmi ustoz bilan tashash qanaqa bo'lishini? Jimmy bo'lish kerak-da, shuncha tashvishimiz. Hali ustozdan o'tmagan shogird u hali sizga bor ekanda. Hazır uka. Ertaga yana urinib ko'ramiz. Bo'ldi, o'zim 150 qilib beraman. Bo'ldi, xo'p. Bekzod, siz qandaysiz? Charchamayapsizmi? Abdulaziz Xormiy, charchamayapsizmi? Rahmat, yaxshimisiz? Siz yaxshimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Ko'rdingizmi darslarni Bekzod? Ha, ko'rdik. Tushunarli bo'ldimi ozroq bo'lsa ham? Ha, tushunarli. Xudo xohlasa yetkazib olamiz yana. O'z sizda zehningiz yaxshi-yu, xudo xohlasa yetkazdirib anaqa olib ketasiz. Xudo xohlasa. Bo'ldi. Xo'p, bugun ikkita narsa o'rganamiz, xudo xohlasa sizlar bilan. Bu ikkala narsa ham sizlarga foydali bo'ladi, inshaalloh. Qaranglar. Xo'p. Hozir men shunday o'zim mening bor edi, akkauntim qani? Hop. Telefonim bor. Addu shu jonga tekkizdirdi. Ovozim eshitilyapti, ekran ham ko'rinyaptimi? Ha, ovozingiz eshitilyapti aka. Ekran Ekran ham- qayerda ko'rinadi? Ekran yo'q-ku. Hozir ekranni yoqyapman. Hozir endi yoqaman-da. Bo'ldi, yondi. Hozir boshlaymiz bo'ldi. Bugun ikkita narsa o'rganamiz. Bitta zagrusga qo'ysak, bizda akkauntga kirildi. Shu yerda internetda muammo qilyaptimi bu? Bo'ldi menimcha. Qaranglar bolalar, bugun sizlarga ikkita narsa o'rgataman. Bu ikkalasi ham sizlarga xudo xolisa foydali bo'ladi. Birinchi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa bu bozordagi
stop loss va take profit. Bu stop loss take profit asosiy mavzuni anisi emas. Nu stop loss va take profit haqida bilib olishligimiz kerak. Qaranglar, stop loss nima degani, take profit nima degani. Oldin hech kim eshitmagan bu narsani. Hozir necha kishi darsni ko'ryapmiz, xudo xolasa? 4 kishi, ha? 3 kishi. Abdulloh aytishingiz shart emas siz. Hop, stop loss degani, buni o'zingizlar uchun yozib qo'yinglar yoki shuni eslab qolinglar. Bu bizning bozordagi zararimiz hisoblanadi. Zararimiz. Take profit esa bu bizning bozordagi foydamiz hisoblanadi. Endi bu nima degani desak, masalan, bitta bitim ochganimizda, masalan, how USD gami yoki out USD gami, любой bitta valyutniy para yoki metallarga bitim ochganimizda, u bitimimiz zararga ketib qolishligi ham mumkin, to'g'rimi? Masalan, gapirib turaveringlar, bolalar, eshitmayapsizlar, eshitmay qolayotganinglar bir anaqa qilib qolmay. Aka, uzr, gapingizni bo'ldim. Menda ekran qip-qizil ko'rsatyapti. Hammada shundaymi? Ko'rinmayapti. Ko'ryapti aka. Aka, bitta qayta ko'rasizmi? Kirib chiqaverasizmi? O'chirib, bitta kirib chiqib oling. Endi-chi aka? Bo'ldi, endi ko'rindi aka. Rahmat. Qaranglar, mana stop loss bilan o'sha faqat iltimos bolalar, shu tushunayotgan bo'lsanglar, o'shani gapirib tursanglar menga ham qulayroq bo'ladi-da. Stop loss bilan take profitimizni oddiy ma'nosi nima? Stop loss demak zararimiz ekan, take profit foydamiz. Bunda zararimiz yoki foydamiz bunisi nima keragi bor desak, masalan, bitta bitim ochyapmiz. Mana deylik, mana CAD JPY parasida turibmiz ekan. Kanada dollari va Yaponiya yenasi. Bitimimizni masalan mana shu qismdan boshlab ochdik. Ochgan paytimiz bozor, misol uchun biz buy uchun ochgandik. U bozor mana pastga qarab tushib ketdi, ko'ryapsizlar. Endi masalan asosiy balansimiz bor bizda, nechidir dollar balansimiz bor. U balansimiz agarda biz ochiq qolib ketadigan bo'lsa, u pastga tushib ketaversa, bilamiz u hozir mana bundan qaytib qolibdi, lekin dal tushib ketib qolsa nima qilamiz? U juda ham katta zararga kirib ketishimiz mumkin. O'shaning uchun har bitta bitimda stop loss va take profit bo'ladi. Bu nima degani desa, mana masalan bozorda shu yerdan buy bitimini ochdingiz, bozor pastga tushyapti. Mabodo shu yerdan o'tib ketib qolsa, bitimda avtomatik yopkin deb o'sha qo'yib qo'yiladigan narsa. Uni qanaqa qilib qo'yadi? Hammasini o'rgataman hali. Telefonda ishlash versiyasiga hali yetib kelmadik. Faqat hozir hamma narsani o'rganib chiqsak bo'ldi. Demak, stop lossimizni bu yerga qo'yib yuboramiz. Endi misol uchun bozor mabodo biz kirgan joyimizdan pastga tushib ketib qolsa ham, ma'lum bir zararda aniq yopiladi. Tushundinglar, ha? Take profit esa eshitilyaptimi? Ha, aka. Take profit esa xuddi shunga o'xshab foydada yopadi. Masalan, o'sha bozor o'sha qismga yetib borganda o'zi avtomatik yopadi bitimni. Nimaga unday o'zi yopadi desanglar, masalan sizlar telefonni o'chirib qo'ygan bo'lishinglar mumkin, ish bilan shug'ullanayotgan bo'lishinglar mumkin. Mabodo bozor o'sha joyga yetib borib pastga tushib ketib qolsa, zararli ham bo'lib qolishimiz mumkin, foydadan ham quruq qolishimiz mumkin. Buni oldini olish uchun o'sha stop loss va take profit qo'yiladi. Endi birinchi darsimizda biz pipsni o'rgangandik, to'g'rimi? Ya'ni mana qaysidir narxdan qaysidir narxgacha borsa, necha pips bo'lganini topa olardik, to'g'rimi? Hozir men bitta misol beraman, o'shani bitta bajarib ko'rasizlar. Masalan, bolalar qaranglar. Narximiz bu narxdan bu narxgacha tushdi, ya'ni pastga. Shunda o'rtada necha pips farq bo'ldi? 7 mi? Buni kim to'pdi? Ha? 7. 7 pips, to'g'ri Bezod. Chunki mana bizning qonun qoida bo'yicha oxirgi raqam hisoblanmaydi.
valyutniy parada va butundan keyin 4 ta raqam olishimiz kerak. Demak, 30-24 narxdan 30-17 narxgacha tushsa, bozorda 7 pips masalan o'zgarish bo'lgan bo'ladi. O'sha 7 pips ya'ni. Demak, endi men hozir sizlar bilan bozorda prosta analiz qilib ko'ramiz. Bozorga deylik, mana hozir mana shu qismga yetgan paytda bozordan savdoni sell bitimini ochish qanaqadir menda analiz qilindi. Hozircha masalan sizlarda uncha ko'p narsalar o'rganmadinglar hali. O'shaning uchun deylik analiz qilmaymiz-da, prosta shu yerdan sell olaman deb aytamiz. Endi stop loss qo'yishimiz kerak. Mana shu TradingView saytini bitta zo'r narsasi bor-da, mana 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi stoykamizda mana long position va short positionga bo'lingan. Bu degani uzoq muddat, ya'ni tarjimasi sal ingliz tilidan g'alati-yu, bu buy savdosini ochuvchilar uchun kerak bo'ladi. Masalan, shu ustiga bosamizda, shuni olib kelib turib shu yerga qo'ysak, mana buy savdosi. Qizil chizig'imiz, mana qizilimiz bu stop lossimiz bo'ladi. Ya'ni buy savdosini ochsam, stop lossimni mana shu yerga qo'yaman, foydamni mana bu yerga qo'yaman deb turib prosta belgilash uchun. Bu hech qanaqa hisob-kitob qilib bermaydi. No hisob-kitobi ham bor. Bu prosta o'sha bitimni qatdan ochib stop lossimizga qo'yganimiz. Buni foydali tomoni sizga aniq narxni ko'rsatib turadi. Stop loss mana qizil chiziqda 109.053 da, kirishingiz kerak bo'lgan joy 110.667 kul rangda, foydangiz ko'k rangda. Ya'ni bu o'sha cho'tka qilib ko'rsatib turadi. Masalan, bitimga savdoga mashdan kirgan bo'lsangizda, mana shu yerga foydani qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, endi tasavvur qiling, mana bozor o'sha savdoga kirdingiz, siz aytgandek ko'tarilib sizda foydangizgacha chiqib, keyin pastga qarab tushib ketdi. Bu yerda sizni stop lossingizni ham urmadi. Agar bozor nobodo mana bunday qilib qo'yganda stop lossingizni urib ketgan bo'lardi. Bu narsaga tushundinglar, bu oddiy prosta bizni ko'rsatib turadi, qayerdan kirganmiz, stop lossni qayerga qo'yganmiz, take profitni qayerga qo'yganmiz. Short position esa buni teskarisi, stop lossimiz tepada bo'ladi. Endi bunda sell savdosini ochganimizda take profitimiz pastda bo'ladi. Bu o'rganish unaqa emas, prosta unaqa narsa ochasiz. Buni yana nima foydalari bor desanglar, sizga polniy statistikani aytib turadi. Ya'ni mana qarang. 62 pips, bu yerda bitta butundan anasini olib tashlaymiz. Yo'q, bu bir kunlik time frame ekan 628 pips yurgan. Ko'ryapsizlar-a? 628 pips yurgan. Undan tashqari bu yerda yana bir keraksiz narsalar ham bor. O'sha nimadirlarni yozgan bu yerda. Undan tashqari stop lossni aytgan. Stop lossimiz 161 pips ekan. Bu yerda o'sha nechta svecha ketganini ham aytib hisoblab beradi. Xo'p, stop loss va take profitni tushundinglar. Bu bizda misol uchun zararga kirib ketmasligimiz uchun ham, foydamizni ham vaqtida yopishligimiz uchun kerak bo'ladigan narsa ekan. O'sha bitimni nimadirda masalan tillanimi, yevro yuzdinimi, nimadirda sotib olayotganimizda yo sotayotganimizda bizdan so'raladi. Stop lossingni qayerga o'rnatasan? Take profitingni qayerga o'rnatasan? O'tga biz narxini yozamiz. Stop lossni mana bu yerda narxini topib olamizda, o'sha narxini yozib, o'shda qo'yamiz. Buni qo'ymaslikni yo'li ham bormi desanglar, da, qo'ymasa ham bo'ladi. Bu o'zingizga bog'liq. Stop loss qo'ymasangiz, nima deydi, to'liq zararga polni kirib ketishingiz mumkin. Bu polni balansimizni yo'qotishimizga olib keladi. Shuning uchun stop loss va take profit bilan ishlaganimiz yaxshi. Ana endi bu bitta sodda narsacha edi. Endi keyingi bizga o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa bu indikatorlar. Mana qaranglar. Yuqori qismdan qarasanglar indikator bo'limi bor mana. Ko'ryapsizlarmi? Indikatorda o'zi nima foydasi bor buni, nima yordam beradi bizga? Indikator qaranglar, ikkita turga bo'linadi. Eshityapsizlar-a, bolalar? Abdulaziz, men internet yaxshi emasmi? Cho'tib ko'rmayapti indikator. Yoki boshqalarda ham shunaqa. Hozir ko'rinyaptimi sizda, aka? Buni yo'q aka? Ha, aka. Chizdim, yana o'qib qo'ydim-da. Menda ko'rinyapti. Bekzod, sizdachi? Yo'q, internet yaxshi emas shekilli. Bitta hozircha yozib bir nimadirlar chizganim yo'q. Prosta tushunib olsangiz bo'ldi. Qaranglar. Indikatorimiz ikkita turga bo'linadi-da. Bu o'zi indikator nimaligiga aniq olaylik. Indikator bu sizga, menga o'xshagan bitta masalan trader odamni o'sha
ideyasi bor qanaqadir. U doim ishlaydi qanday? Masalan, bozorda qanaqadir hodisa bo'lsa, mana shu yerdan savdoga kiraman. O'zini ya'ni strategiyasi bor-da. U strategiya zo'r ishlab beradi. Endi u o'sha o'sha ilmini yoki o'sha bilimini robotlashtirish mumkin, to'g'rimi? Hozir zamon rivojlangan, ITchiliklar rivojlangan, IT misol uchun kuchaygan. Demak, o'sha ITchlik odam, ya'ni kompyuterni yaxshi tushunadigan programmist odam, uni g'oyasini kompyuterlashtirib qo'yadi, ya'ni avtomatlashtirib qo'yadi. Bunda xuddi robotga o'xshagan narsa. U bizga bozorda o'sha nimaga indikator ikkita turga bo'linadi deganim, bittasi bozorda faqatgina yo'nalishini ko'rsatadi. Ya'ni sizga masalan bozor yuqoriga ketishini ko'rsatadi yoki pastga ketishini ko'rsatadi. Ikkinchi turdagi indikator esa aniq sizga signal beradi. Signal degani bu bozorda yo sotib ol hozir shu yerda deydi yoki shu yerda sotib ol deydi. Tushundinglar, a? Xo'p, u indikatorni qanday qo'shamiz? Mana indikatorlar bo'limiga kirib, bironta indikatorning nomini yozamiz. Mana masalan, RSI deb yozsanglar, ya'ni RSI deb yozsanglar, sizlarga RSI indikator chiqadi. Hozir men bu yerdan indikatorlar bo'limidan RSI topaman. Mana Relative Strength Index, o'sha RSI ni qo'shib olsak bozorga. Mana e'tibor bering. Bunyod aka, Bekzod sizga ham ko'rinyaptimi? Ko'rinishni boshladimi? Ko'raman. Ha, o'sha indikator bo'limidan men RSI deb turib yozdim. Ya'ni o'sha men yozib qo'yaman. Bunyod aka, sizgachi? Aka yaxshi ko'rinyapti menga. Bo'ldi. O'sha RSI indikatorini qo'shib olganimizdan keyin e'tibor beringlar, grafikimizning pastida yana bitta grafik paydo bo'ldi. Endi bu yerda u o'sha bozorning oldingi holatini hisob-kitob qilgan holatda bozor o'sha foizlarda ko'rsatib turadi, qanaqa bo'lyapti. Endi bunga yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, mana ikkita chiziqcha bor bu yerda mana. Birinchi chiziqni ko'rsataman, mana bu qismi. O'sha nuqta ketgan. Bu birinchi urvini, ikkinchi urvini pastroqda mana. Ikkala urvinni ko'rsatkichi bor. Bunisi rovna 70%, ya'ni foizda mana shu qismi 70 ekan, pastki qismi 30 ekan. Ya'ni 70 va 30. O'rtasini 50 qilib qo'ygan. Endi qaranglar. Bozorga yaxshilab e'tibor beramiz. O'sha grafikimiz, bu tepadagi grafik ham, pastdagi grafik ham bir xil ketadi. Ya'ni hozir bozor mana shu yerda turibdimi? RSI ham xuddi shu yerda turibdi. Bozor agar hozir yana yurishda davom etsa, bu RSI ham yonga qarab yuradi. Ya'ni bir xil yuradi. Endi bu nima yordam beradi desanglar, buni bitta qoidasi bor. Eslab qolinglar akalar, qaranglar. 70% ga yetsa, mana bu grafikimiz, 70 qayerdaligini bilasan, buni yot aka? Mana bu qismda. Ha, tepa qismda. Grafikimiz demak, hozir mana qarang, 70 dan pastroqda turibdi, 64 larda turibdi. O'sha 70 ga yetsa, bizda signal bo'ladi bozor pastga qaytib ketishiga. Agar 30 ga yetadigan bo'lsa, u yuqoriga ketishiga signal bo'ladi. Endi men isbotlab beraman bu narsani. Qarang, mana grafikni ma'mutiga e'tibor bering, mana shu qismga. Xuddi shuni pastga qaraymiz endi. RSI ga e'tibor beringlar, 70 ga yetganmidi? Ha. Mana 70 dan o'tgan, mana bozor rostdan ham pastga qarab tushib bergan. Endi yana boshqa joylarni ko'ramiz. Masalan, mana bozordagi mana bu qismlar. Mana bozorda bu yoqda 30 ga yetib kelgan bozor. Mana bu yoq ham o'sha joydan mana siz mana shu yerdan bitimingizni ochsangiz, bozor ko'tarilgan yuqoriga. Yana misollar mana. Mana bu anoni ko'ryapsiz? Mana buni ko'ring. Mana bir xil joyda turibdi. Bu degani bir xil joyda tursa, o'sha ishlayotganidan dalolat beradi. Xo'p, indikatorimizni tushundinglar. Endi qaranglar akalar. Indikatorlar soni juda ham ko'p. Men hali shunaqa zo'r indikatorlar ko'rsataman sizlarga, bozorda zo'r ishlab beradi. Bu ko'pincha yo'nalishni ko'rsatadigan indikatorimiz. Ya'ni bu qaranglar-da, yana bitta qonun qoidani amalga oshiringlar, o'zingizlarda eslab qolinglar. Bozorda hech qachon faqatgina indikatorga ishonib savdo qilinmaydi.
Masalan, Aha. indikator 70 ga yetdi bo'ldi, sell emas, 30 ga yetdi bo'ldi, buy emas. Bu yerda 100% indikatorga qarash mumkin emas. Indikatorsiz ham ishlamagan yaxshiroq. Indikatorimiz bu yana bitta sizlarga tayanch bo'ladi, qo'shimcha bo'ladi. Mana har bitta o'rganayotgan narsalarni bitta o'zini ishlatish 100% xato. Har bitta o'rganayotgan narsalarni amalda ishlatish uchun ko'proq o'shalarni qo'shib ishlatsanglar, ya'ni sabablar sonini oshirsanglar, sizlarda bitiminglar mustahkam bo'ladi. Qo'rquv bo'lmaydi sizlarda. O'sha rostdan ishlab beradi degani bor bo'ladi. Men bunga hozir mana gapirgan gapimga bitta misol qilib bironta narsa topaman hozir, qaranglar mana. Bu indikator chiziqlar shunchaki sabab demoqsizda bir. Bu indikator aka, o'sha, ya'ni siz уже o'rgandingizki, indikator RSI degan indikator qo'shasiz, RSI deb yoziladi, Relative Strength Index. Hozir mana u ketdi. O'sha indikatorni qo'shasiz, qo'shganingizdan keyin sizga bozor ko'rsatib turadi. Demak, sizda bitta ideya bor. 70 ga yetsa bozor pastga ketish ehtimoli bor, 30 ga yetsa bozor yuqoriga ko'tarilish ehtimoli bor. Ha. Hozir men bu narsani ikkita, uchta narsa bilan, ya'ni ishlatishlikni ko'rsatib beraman. Ya'ni sabablar bilan-da. Hozir men bitta boshqa grafik topib yaxshiroq. Ne ishlataman, masalan, men o'sha ikkita, uchta bilan desangiz, hozir sizga o'shani ko'rsatib beraman. Mana aka qarang. Bu narsani hozir men bitta zagruzka qilib qo'yaydi. Mana 1 soatlik time frame ga qo'ydim. Mana hozir men sizlar bilan birgalikda o'sha bozorni real holatda analiz qilaman. Ya'ni ertaga nima bo'lishligini xudo xolasa birgalikda o'rganib ko'ramiz. Mana bu qaysi valyutniy para yoki metalni grafiki kim topa oladi? HUSD tilla. Oltin bilan AQSh dollar. To'ppa-to'g'ri o'sha oltinning narxi. Endi menda nimalar bor? Indikatorim bor, bozorning grafigi 1 soatlik time frame turibdi. Begzod, nimadir ko'ryapsizmi biz o'rgangan narsalardan, oldin o'rgangan narsalardan? Urvinmi, trend liniyami? Bor narsa. Trendga o'xshyapti azina. Pastanda yoki tepadanmi? Pastdan. To'ppa-to'g'ri mana. Pastdan tortgan paytimizda mana bozorda 1 marta va 2 marta, 3 marta urilish bo'lgan trendiy liniya topildi. Xo'p, men buni o'sha aniq ravon qilib qo'yishlikka harakat qilaman. Mana dumi bilan buzib o'tsa, bu bozor buzildi degani emas. Mana mana shu yerda o'ziga qo'yaman. Juda ham zo'r joydan bozor mana reaksiya ko'rsatdi. Ya'ni Bunyod aka, bu nechta anunda trend liniyada nechinchisidan savdoga kirishimiz kerak edi? Bilmadim aka. Nimaga esdan chiqdimi aka? Videolar bir qaytarasizmi deyman. Trend liniyani 3-chisidan savdoga kirishimiz kerak. Chunki 2-chisidan savdoga kira olmaymiz. O'sha ikkinchisi bu bizga trend liniya bo'lganini nima deydi? Isbotlab beradi. Masalan, bozorda mana buni o'chirib tashlayman. Bu yog'ini ko'rmayapsiz-da. Bozor shu yerdan ko'tarilib ketyapti. Siz aytasiz, mana 1 marta, 2 marta urilgan. Demak, bozor qachondir qaytib qolsa, shu 3-chisidan savdoga kiraman deb analiz qilishimiz mumkin. Demak, mana hozir analizimga e'tibor beringlar. Sizlarga o'rgatgan narsalarimdan oshiqcha narsa umuman ishlatmayman. Aslida bozorda men 10 ta 15 tacha ham sabab topib tashlayveraman. O'sha savdoga kirishimdan oldin. Lekin ularni bilmaysizlar hali. Ularga men etap bilan olib chiqmoqchiman sizlarni. O'shaning uchun oshiqcha narsa o'rgatmayman-da hozircha. O'sha o'rgangan narsamiz bo'yicha qarab ko'ramiz mana. Oddiygina trend liniya tortdim, to'g'rimi? Endi bozorga yana mana bunday kattaroq nazarda qarab ko'rmoqchiman. Endi bu yerda mana shu holatda narx turgan joyiga e'tibor beramiz. U trend liniyada turibdi, tepaga ketish ehtimoli bor. Yana tepaga ketish ehtimoli bormi desam, bor deb aytishinglar kerak. Nimaga desangiz, mana e'tibor bering. Mana bu qism 1 marta. Mana bu qism 2 marta. Mana bu qism 3 marta. Ya'ni bozor xuddi shu chiziqda juda ham ko'p marotaba nima deydi? Tepaga pastga bo'lgan. Mana qarang, e'tibor bering. Shu liniyaga bitta chiziq qo'yib olaman. Ya'ni bozor kelgan, mana kelgan, urilgan,
ko'tarilib ketgan. Urilgan, ko'tarilib ketgan. Buzib o'tgan, kelib turib urilib pastga tushib ketgan. Ko'tarilib ketdi. Endi undan ham oldin ham, yana undan ham oldin bozor shu yerda mana shu liniyada nima qilgan? Kelib urilgan, buza olmagan. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu chizig'imiz aka nima bo'lar ekan? Уровень сопротивления и поддержка bo'ladi. Nimaga ikkalasini ham aytdim? Chunki bozorda har xil joyida har xil ishlagan, mana qaranglar. Masalan, mana bu qismda, mana menga Bunyod aka aytadi, mana shu qismda, faqat mana shu chizib bergan joyimda. Bu chizig'imiz nima vazifani bajaradi aka? Уровень поддержки. Pastdagi Уровень chiziq. поддержки aka, umringiz uzoq bo'lsin, to'g'ri aytdingiz. Qarang. Mana shu qism qizil mash chizig'imizda faqatgina men chizib bergan joyi уровень поддержки bo'ladi, chunki u bozorda o'sha yerdan tushirib yormagan. Undan oldingi qismi сопротивление, undan keyingi qismi ham сопротивление bo'ladi. Xudo xolasa bu yana уровень поддержки bo'lib berish ehtimoli bor. Bizda ikkita sabab bor ekan demak. Ham trend liniyaga yetib keldi, ham уровень поддержкаga yetib keldi. Endi indikatorimizga e'tibor beramiz. Agarda bu bozor hozir yana ozroq tushadigan bo'lsa-yu, bu qismimiz ham 30 ga yetib qolsa, bizda masalan mana bu to'roqqa tushsa ham mayli. Bozor 30 ga yetib qolsa, 3 ta sabab bo'ladi buy savdosini ochishga. Buy savdosi ko'tarilishda endi. Ya'ni shu yerdan savdoga kirib yuqoriga chiqqanda, narximiz oshganda nima deydi? Bitimimiz foydada yopilishligi uchun. Ha. Demak, endi men mana bundan o'rgatganimdek 4-chi yoki 5-chisidagi long position tanlayman. Savdoga shu yerdan kiraman. Mana hozir shu yerdan kiramiz. Bitimimizni foydasini yuqoriga qo'yamiz. Mana eng yuqorisiga. Stop lossimizni oxirgi minimumga qo'ysak bo'ladi. Oxirgi minimum qaysi ekan? Mana bu qismmi? Oxirgi minimum nuqta shu bo'ladi. Shundan sal pastroqqa qo'yaman. Mana hozir sizlar bilan bitta analiz qildik. Bu soddaroq, balkim ishlamay qolishi ham mumkin. Bunda xavotir olmaysizlar. Xudo xolasa bu 30 ga yetgan paytda 3 ta sabab bilan mana shu bitimimiz ochildi. Men masalan bu notebookni yopaman. Hozir misol uchun darsimni o'tib, ertaga qarasam, bu bozor balkim hamda yurib, ko'tarilib, foydaga chiqqan bo'lishi mumkin. Bu paytda biz bitimni realni ochishimiz ham mumkin. O'sha telefonimiz orqali, balansimiz orqali buy savdosini ochishimiz ham mumkin. O'shanda foydaga chiqqan bo'lamiz. Analiz qilishni ko'rdinglar, time frame qo'ydim. Bozorda har xil tomondan qaradim, trend liniyalar tortdim, уровень поддержки сопротивления ishlatdim. Undan tashqari masalan 4 soatlik time frame'da nima bor ekan? Boshqa time frame'larni ham qarab ko'rishligimiz kerak. Ya'ni bozorning holati qanaqa? O'sha Abdulaziz, bitta savol bor edi. Pips hisoblayotganda mana bu yerda 3 ta nuqtadan keyin 3 ta son turibdi. Unda qanaqa hisoblanadi? Unda mana shu ikkitasi muhim bo'ladi, oxirgisi muhim emas bo'ladi. Hammasi shunaqa-da, to'g'rimi? Shunday. Oxirgisi olinmaydi hammasidan. Shunaqa. Demak, trend mana bu uni tushundinglar, indikatorda. Indikator tushundinglarmi bolalar? Ha aka, ha. Joyini topib olsak bo'ldi. Bu endi indikatorda misol uchun sizlarga bitta vazifada, bu endi o'zingizlar izlanishinglar uchun aytayapman. Mana shu YouTube ga kirib turib, bironta o'zbek tilidami, rus tilidami yozinglar. Лучший indikator trading yoki eng zo'r indikator yoki ingliz tilida the best indicator in forex o'sha yozib bitta indikator topib, ishlatib ko'rib, u nimaga ishlaydi, qanaqa ishlaydi, o'shani o'rganib yana darsda tushuntirib berasizlar. Indikatorlar soni juda ham ko'p. Pulli indikatorlar bor, bepul indikatorlar bor, kuchli indikatorlar bor. Hammasini indikatorlar juda ham ko'p. O'sha bironta indikator qarab ko'ringlar. Xo'pmi? Xo'p aka, xo'p. Xo'p. Stop loss take profit tushundinglar, indikatorda tushunib oldinglar. Endi qaranglar, faqat yanagi darsimizda uje muhimroq narsaga yetib kelyapmiz. Uje maydalashaversak, qolib ketib qolamiz. O'shaning uchun endi yanagi darsda ko'proq narsa o'tilinadi. O'shaning uchun o'tgan dars narsalarini yaxshilab takrorlab olinglar. Yanagi darsdan uje bitta aniq strategiya o'rganamiz. U strategiya
kuchli strategiya mana shu bozorda aniq ishlab beradigan strategiya. Hozir mana shu yerda ham o'shani ishlatsak bo'ladi. Men buni prostani o'qib qo'yaman, mana shu chiziqni tortib qo'yaman. Hozir nimaligini o'rgatmayman. Mana shu chiziqda ham bozor agar buzib o'tadigan bo'lsa, yana bizda bitta sabab bo'ladi. 4 ta sabab bilan bay savdosini ochishlikka. Mana o'sha yana darsda o'sha strategiyani o'rgansanglar, o'sha sizlarda mana 4 ta sabab bo'lyapti. Yana 2 ta 3 ta narsalar bor bu yerda. 5-6 ta sabab bo'lib ketadi bitim bay ochishga. Faqat hozir ularni bilmaymiz. Demak, tushundinglar, keyingi darsda o'sha aniq strategiyalarga o'tamiz. O'shaning uchun ham sizlar o'qimasliginglar kerak. Bu yoqdagi o'sha aka trendingni nechinchidan savdo qilamiz ham bilmadim deb qolsangiz aka bo'lmaydi-da. O'zingizni ustingizda ishlab, o'tgan mavzularni videolarini ko'rib, bemalol videolar sizda bor. Ko'rsangiz bo'ladi. Xo'pmi aka? Xo'p aka, xudo xolasa Ijodbek, takrorlamayman. sizda ham agar nimadir anolar bo'lsa, bemalol yozib, so'rab, nimadir tushunmagan bo'lsangiz ana o'qisangiz bo'laveradi. Bo'ldi, rahmat. Aha. Bugungi darsimizni tugataman. Videoni xudo xolasa hozir tashlab yuboraman sizlarga. Uyga aytsa mana shu o'zimiz o'rgangan RSI indikatorni ham ishlatib, ishlagan joylarini mana bunday belgilab skrinshot qilib tashlaysizlar mana, ya'ni mana masalan mana bu yoqda, mana bu yoqda 30 ga yetgan. O'shaning uchun tepaga ketdi deb menga belgilab tashlab yuborsanglar, 2-3 ta tushunganinglarni men bilib olaman. O'zingizlar bitta indikator topib, menga nomini yozib yuborasizlar. Mana shu indikator, mana men o'zim ishlatdim. Qonun qoidasi bunaqa deb qo'ysanglar, darsda tushuntirib berasizlar. Ha, tushunarli. Hop. Xo'p, bolalar, unda darsimizni tugatamiz. Bu telefondan qanday chiqaradi aka bu indikatorni? Hozir men skrinshot qilib tashlab yuboraman aka sizga telefonnikini. Xo'p, rahmat aka. Xo'p akalar, mayli, charchamanglar, yaxshi dam olinglar. Rahmat aka, xo'p. Xo'p.